Assalomu alaykum qadrli UFC va MMA muxlislari. E'tiboringiz markazida MMA maydoni kanali. Videoroligimizga bir dona like bosishingizni so'rab, bugungi dasturimizni boshladik. Conor McGregor UFC 329 turnirida Max Hollowayga qarshi jangda olgan jarohat haqida ma'lumot berdi va taxminan qachon qaytishni rejalashtirayotganini bildirdi. Bu oldingi kross bog'lam jarohatiga o'xshash holat bo'ldi, faqat bu safar boshqa oyoqda. O'sha paytda 9 oy ichida qaytib, Brandaoga qarshi jang qilganman. Hozirgi tiklanish tibbiyoti va mashg'ulot usullarini hisobga olsak, kelasi yozgacha qaytishim real maqsad. Men hozirning o'zida qo'ltiqda oyoqsiz yuryapman. Bir necha kun oldin trenajyorda oyoq mashqlarini bemalol bajardim. Bu juda ijobiy holat. Jangdan beri intizomni maksimal darajada saqlayapman. Balki shu meni yanada og'irroq muammolardan asragandir. Olg'a harakat qilishda davom etamiz. Qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Sog'lik eng katta boylik deb yozdi Conor McGregor. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.